Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bir yigit shikoyat bilan keldi. Rasulullohning huzurlariga shikoyat bilan keldiki, Allohning rasuli, meni shikoyatim bor. Nima shikoyating dedilar? Men o'zim yetimman. Otam, onam yo'q. Kambag'al bir oilada o'sib oyoqqa turdim. Pul topdim, sarmoyaga ega bo'ldim. Endi uylanaman deb harakat qilaman desam, bitta nuqson bor. Kamchilik bor. Nima kamchilik dedilar? Qo'shnimiz bilan meni o'rtamda devor yo'q. Ertaga bir ayol bu xonadonga kelin bo'lib keladi. Devorsiz bu xonadonda qanaqa qilib muomala bo'lishi mumkin? Istiqomat qanday bo'ladi? Lekin devor olaman desam, qo'shnim qarshilik qilyaptiki, o'rtadagi xurmosi halaqib beryapti. Xurmoni kesib tashlash kerak. Devor olmasak bo'lmaydi. Xurmoni kesmaysan degan shart qo'ydi. Bo'lmasam pulini ol. Pulini olib rozi bo'lgin desam, pulini ham olmadi. Bo'lmasam devorni aylantirib olaylik, xurmo bir chekkada qolsin desam, unga ham rozi bo'lmayapti. Menga yordam bering, Allohning rasuli, men bir yetimman. Lekin menga yo'l bermayapti bu odam degan gapni gapirdilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'sha odamni chaqirtirib olib keldilar. Payg'ambarimizning huzurlariga kelganlaridan keyin Rasululloh aytdilarki, bu yigitning gapi haq. Ertaga bir ayol keladi bu xonadonga kelin bo'lib. O'rtada devor yo'q. Xurmoyingni kes. Bo'lmasam seni bu yigit rozi qilsin, pulini ol. Bu devorni olsin, devorni qursin deganda hattoki payg'ambarimizning gapini qaytardi. Rad qildiki, yo'q, men xurmoyimni kesmayman. Pulini ham olmayman. Kerak emas, puli kerak emas degan gapni gapirdi. Janob payg'ambarimizdek zotning gaplarini qaytargan zot ko'ziga faqat dunyo ko'rinib qolgan. Oxirat, Allohning rahmatidan umid yo'q, jannatdan umid yo'q. Ko'zini dunyo to'sib qo'ygan bir payt inson qalbini faqat dunyo bilan to'ldirsa ko'ziga boshqa narsa ko'rinmas ekan. Shunda yo'q dedi, men bermayman. Shunda Rasululloh aytdilarki, men senga bitta taklifni beraman. Jannatdan bir xurmo senga so'rab beraymi dedilar. Jannatdan xurmo so'rab beraymi degani seni joying jannatda bo'ladi. Jannat ahlidan bo'lasan, jannatni senga so'rab beraymi degan gapni gapirdilar. Hattoki jannat ham ko'zga ko'rinmadi, kerak emas dedi. Jannatdagi xurmo kerak emas. Hozir shu yerda o'tirgan yosh bolani ham aqli yetadi. Bolam, senga jannatdan bir joy so'rab beraymi? Joying jannatda bo'ladi. Shu davlatingni, dunyoingni yarmini berasanmi, jannatga almashasanmi, jonim fido bo'lsin. 1000 ta dunyo bo'lsa, dunyoimdan kechdim, jannatni bergin deydi. Har qanday yosh bolani ham aqli yetadi. Lekin u odamning qalbini dunyo to'sib qo'ygan ekan. Ko'ziga hech narsa ko'rinmadi. Kerak emas, Allohning rasuli dedilar. Jannat kerak emas menga. Meni xurmoyimni kesmayman degan gapni gapirdi. Shunda hamma hayron. Odamlar nima qilishini bilmaydi. Sahobalarning ichida Abu Dahdah degan bir sahoba o'tirgan ekanlar. Abu Dahdah puli bor, dunyosi bor, badavlat bo'lgan, katta bir imkoniyatga ega bo'lgan zot bo'lganlar. Shunda aytdilarki, Allohning rasuli, men dunyoyim bor, katta xurmozorim bor, boyligim bor. Shu dunyoyimni shu insonga bersam, jannatdagi bitta xurmoni menga so'rab berasizmi? Jannatdan menga joy so'rab berasizmi deganday qildilar. Allohning rasuli aytdilarki, albatta, agar sen dunyoyini bersang, men senga jannatdan bitta xurmoni so'rab beraman. Xurmoni so'rab beraman deganlari senga jannatdan joy so'rab beraman deganlar. Shunda Abu Dahdah haligi odamni qo'lidan ushlab, "Meni kimligimni bilasanmi?" dedi. "Ha, bilaman. Sen Abu Dahdahsan." "Meni boyligimni bilasanmi?" "Ha, boyligingni bilaman. Seni xurmozorlaring bor." "Xurmozorimning ichidagi qasrlarimni bilasanmi?" "Xurmozorning ichidagi qasrlaringni ko'rganman." "O'sha xurmozordagi buloqlarimni bilasanmi? Shirin suvlari bor, tiniq suvlari bor buloqlarimni bilasanmi?" Seni xurmozoringni bilmagan, seni boyligingni bilmagan odam yo'q. Men bilaman hamma boyligingni. Bo'lmasam shu yigitga o'sha xurmoni daraxtini bergin. Men butun bog'imdan kechdim. Boyligimdan kechdim. Katta bir xurmozorim, ichidagi qasrim,
uni ichidagi oqib turgan zilol suv buloqlarini senga beraman. Faqat sen o'sha xurmo daraxtini shu yigitga bergin, yetim bolani noumid qilma dedilar. Endi ko'ziga dunyo ko'ringan. Xudoning rahmati kerak emas, jannati kerak emas. Dunyo ko'zini to'sib qo'ygandan keyin nima deydi? Men berdim dedi. Agar o'sha bog'laringni menga beradigan bo'lsang, men beraman o'sha xurmo daraxtni dedi. Shunda Abu Darda o'sha yigitni yonlariga chaqirdilar. Endi meni huzurimga kelding, men bog'imni berdim. Boyligimdan kechdim. Dunyoning ne'mati endi menga kerak emas. Jannatdan payg'ambarimiz menga bir joy so'rab beradigan bo'ldilar. Uni oldida hech narsani tenglashtirib bo'lmaydi. Endi xurmo daraxtini keskin, devoringni olgin, uylangin. Bunaqangi holatda o'tmasin umring dedi. Yigit xursand bo'ldi, xonadoniga qaytib ketdi. Shundan keyin Abu Darda payg'ambarimiz huzurlariga kelib, Allohning rasuli va'daga vafo qilasizmi endi? Men bog'imdan kechdim. Bog'imni ichidagi qasr binolarimdan kechdim. Oqib turgan buloqlardan kechdim. Endi jannatdan menga xurmo so'rab berasizmi deganlarida yo'q dedilar. Ya va'daga vafo qilmaysizmi? Axir siz va'da berdingiz-ku deganlarida, ey Abu Darda, sen butun boyligingni, dunyoyingni Allohning rahmatidan umid qilib, Xudoning jannatidan umid qilib, oxiratdan umid qilib tikdingmi? Xurmo daraxti u yoqda tursin, senga katta bog'roqlarni so'rab qo'ydim men. Senga jannat muborak bo'lsin Abu Darda dedilar. Shunda Abu Darda yig'lagan ekanlar. Uylariga bordilar, ayollari bor, bola chaqasi bor, o'sha yerda istiqomat qiladigan bor. Har qanday ayolda qarshilik bo'ladi, xonadondan chiqib ketgisi yo'q. Aytdilarki, ey Ummu Darda, narsalaringni yig'ishtir. Ko'ch ko'laningni ko'tar, endi bog'ni men alishdim. Bog'ni men sotdim. Nimaga sotdingiz degan gapni gapirganlarda jannatdagi bog'ga almashdim. Xotinlari ortiqcha savol berganlari yo'q. Abu Darda tadbirkor odam bo'lgan. Tijorat qilganda xato qilgan emas. Shunda ayollar aytdilarki, siz ko'p tijorat qilgansiz, lekin bugungi qilgan tijoratingiz muborak bo'lsin. Allohning jannati sizga muborak bo'lsin. Dunyoning ne'matidan, dunyoning butun rohatidan kechib, jannatning farog'atini ustun qo'ydingizmi? Dunyodan oxiratni ustun qo'ydingizmi? Jannat sizga muborak bo'lsin degan gapni ayollari gapirdilar.